$1,500 pul bilan uy sharoitida endi sizlar ham gazablo ishlab chiqarish biznesini boshlasanglar bo'ladi. Bu qolipda birinchilarni O'zbekistonga olib kirgan Usta Islom aka bo'ladi. $1,500 bilan bemalol sharoitda hozir 200 ga emas, hozir 380 ga qilsa bo'ladi. Qoliplarimiz 3 ta oshxona bo'ladi, 4 yil bo'lgan, hali hech narsa bo'lmagan. Mana har bittasi list bo'ladi. Xolosa 10 lik, xolosa 20 lik bo'ladi. 10 likka ham chiziqcha qo'yib beramiz. $1,500 komplektda nima bor deganlarga 4 ta qolip bo'ladi. Mishalkasi bo'ladi, suyomkichlar bo'ladi. Suyomkichlar pent hamma yo'q bo'ladi. Endi xomashyosi nima deganlarga sement ketadi, qum ketadi, alyumin pudra, natriy sulfat ketadi. Kimga kerak bo'lsa O'zbekistonga o'ylab dastavka qilib beramiz. 70-75 ga ham, 90-95 ga ham bez yo'lkira olib borib, o'rnatib, quyib, keyin pullar olib kelamiz. Mana kelaverasizlar endi. Birinchi quyilgandan keyin mana shunaqa bo'ladi, sal bo'ladi, keyin 15 minutdan keyin mashg'ulot ishib chiqaradi. Tepasini o'zini shunday olib qo'ysangiz bo'ladi, tayyor holatda chiqadi. Bu yerda 70 ta qolib bor, bir kunda 800 ta qiz chiqadi. Kimga kerak bo'lsa batafsil ma'lumotni ekranda nomerlar telefon qilasizlar. Podдержка qilish uchun bitta like bos, kommentga omad deb qo'ysa hech kimga hech narsa ketmaydi. Bo'ldimi? O'tadi.